Alqonda hozir qamalib ketar edim. Shu videoni oxirigacha ko'ring, sizga aniq foydasi tegadi. Hozir mana sud zalidan chiqyapman. O'sha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksida bitta qonun bor ekan. Diniy mazmundagi materialni tayyorlash, tarqatish, saqlash. Bu qonunni bilgan biladi, bilmagan juda ko'p ekan. Xushyor bo'lamiz. O'zingizga kim diniy mazmundagi material tashlasa, udalik qiling, tozalang, o'sha odamni cho'ringga ham bitta cho'ring. Telefoningizni ham bir qarab qo'ying, galeriyangizni, umuman papkalaringizni qarab qo'ying. Bitamda unaqa diniy mazmundagi material umuman saqlamang. Yaxshi gapmi, yomon gapmi? Yo'q. Saqlamay qo'yavering ekan, o'zingizga tashvish qilasiz. Hozir mana $700 telefonim musodara bo'ldi. Eng kam ish haqining 20 baravaridan 100 baravargacha menga ishtirok chiqishi mumkin. Xushyor bo'lamiz. O'sha yerda rosa ko'p 20 ga 22 ga kirgan bolalar, qizlar bilmayapti hamda darja. Bu qanday u tushunmayapti ham. O'sha bir-biriga tashab qo'ygan, like bosgan, yo telefoniga saqlanib qilib qo'ygan, yo Telegramda qaysidir kanalga bir a'zo bo'lib qo'ygan, qaysidir video yoqib, umuman mumkin emas ekan. Umuman juvonimaga bo'lib ketasizlar. Men 5 oydan beri yugurib yuribman, juvonimaga bo'lib ketasiz. O'zingiz bilmagan holatda juvonimaga bo'lib ketasiz. Hozir masalan ma'muriy bo'lyapti, ma'muriy bo'lganda ham o'sha 20 baravardan 100 baravargacha ham yaxshi katta summa bo'ladi. Pul yo'q, qiyinchilik paytida hozir mana bitta nizashga ishtirok so'raysiz. O'shanga qonun qattiq. Xushyor bo'lamiz akalar, opalar.